Hicr suresi Mekke'de nazil bolgan. Cami 99 ayet. Nahayeti şefqatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Alif, Lam, Ra. Bu kitapның roşen Kur'an'ның ayetleridir. Kapırlar kıyametning dehşetini görgende, dünyadaki çağımızda musulman bolgan bolsaqçı dep arman kılıdı. Ey Muhammed, ularni, yani kuffarlarni mayliga qo'yivet. Yep ichib, o'ynab kulib yursin. Ular behuda arzular bilan bo'laversin. Ular uzoqqa qolmay o'z qilmishlarining yomonligini biladi. Biz qandoq bir shaharni halok qilmayli, faqat uning halok bo'ladigan muayyan vaqti bo'ladi. Har qanday ummatning halok bo'ladigan vaqti ilgari surilmaydi ham kechiktirilmaydi. Ular aytdi: Ey Qur'on nazil qilingan odam, sen haqiqatan majnunsan. Agar sen men Rasululloh degan so'zingda rostchilardan bo'lsang, payg'ambarligingga guvohlik beradigan farishtalarni oldimizga ilib kelsangchi. Farishtalarni faqat haq asosida, ya'ni azob nazil qilishimiz muqarrar bo'lgan chaqdala nazil qilamiz. Bu chaqda ularga muhlat berilmaydi, ya'ni ularning azobi kechiktirilmaydi. Qur'onni haqiqatan biz nazil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Shubhisizki, seningdan ilgini burunqi har qaysi toifalarga nurg'un payg'ambarlarni avatdiq. Ular o'zlariga payg'ambar kelsila uni masxara qilishdi. Shundoq masxara qilishni biz gunohkorlarning dillariga solamiz. Ular Qur'onga ishonmaydi. Bu burundan odat bo'lib qolgan. Ya'ni burundan tortib payg'ambarlarni inkor qilgan qavmlarni Allohning halok qilishi odat bo'lib kelayotgan ish. Biz ularga osmondan bir eshik ochib bergan, ular uningdan osmonga o'rlab, olamiy arvohni, farishtalarni ko'rgan taqdirdimi, ular cho'qim ko'zlarimiz bog'lanib qoldi, balkim sehrlangan qavm bo'lib qolsak kerak deyishidi. Biz osmonda burujlarni yaratdik va kuzatuvchilar uchun osmonni yulduzlar bilan bezidik. Har bir qo'g'landi shaytondan osmonni qo'g'didik. Lekin osmon xabarlariga o'g'irliqchi quloq salmoqchi bo'lgan shaytonni ro'shan aqar yulduz qo'g'lab yetidi, ya'ni halok qiladi. Yer yuzini yeyib keng qildik. Uningga tog'larni o'rnatdik. Yer yuzida har xil o'lchamlik o'simliklarni o'stirdik. Yer yuzida sizlar uchun va sizlar rizqini berolmaydiganlar, ya'ni xodimlar va hayvonlar uchun turmush lozimatliklarini yaratdik. Ularning yemak-ichmaklarini sizlar emas, biz yaratamiz. Qandaq narsa bo'lmasin, uning xazinasi, ya'ni xazinaning ochquchi bizning dargohimizdadir. Biz uni faqat ma'lum miqdorda tushiramiz. Biz yağmurni haydaydigan shamollarni avatdik. Biz bulutdan yağmur yağdırıp sizlarni sug'ardik. Sizlar hargiz uni saqlashga qodir emaslar. Biz hammani tirildiramiz, hammani o'ltiramiz va hammaga varislik qilamiz. Biz sizlardan ilgari o'tganlarni haqiqatan bilamiz va keyin keldiganlarni mo haqiqatan bilamiz. Parvardigoring haqiqatan hisob elish va jazolash uchun ularni yig'idi. Allah haqiqatan hikmat bilan ish qilg'uchidir, hammani bilguchidir. Shak shubhisizki biz inson, ya'ni Odam alayhissalomni qora loydan yasilib, shaklga kirgizilgan, chaksa chiranglaydigan quruq loydan yaratdik. Jinlar, ya'ni shaytonlar va ularning boshlig'i iblisni ilgari tutunsiz o't yalqundan yaratgan edik. Parvardigoring o'z vaqtida farishtalarga aytdi: Men haqiqatan qora loydan yasilib, shaklga kirgizilgan, chaksa jiranglaydigan quruq loydan inson, ya'ni Odam alayhissalomni yarataman. Men uni to'liq yaratgan, ya'ni uni yaratib suratga kirgizib, a'zolari to'liq va mukammal inson holatiga keltirgan va uningga jon kirgizgan cheg'imda sizlar uningga sajda qilinglar. Farishtalarning birimi ayrilib qolmay, hammasi Odam alayhissalomga sajda qildi. Faqat iblislar sajda qilishdan bosh tortdi. Allah: Ey iblis, sen nimishqa sajda qilmaysan dedi.
İblis qaralaydan yasab şəkilga kirgizib, cheksiz jiranglaydigan, quruqlaydan yaratilgan inson mening sajda qilishimga loyiq emas, dedi. Allah aytdi: "Sen jannatdan yo'qol. Haqiqatan qo'g'landi bo'lding. Sana qiyomat kunigacha haqiqatan la'nat bo'lsin." İblis: "Parvardigorim, menga haloyiqlar tirildirildigan kun, ya'ni qiyomat kunigacha muhlat bergin. Meni hayot qoldirgin", dedi. Allah: "Sana haqiqatan ma'lum vaqtgacha muhlat beriladi", dedi. İblis aytdi: "Parvardigorim, sen meni gumroh qilganliging uchun yer yuzida odam bolalariga gunohlarni albatta chiroyli ko'rsataman. Ularning hammasini albatta ozdurman. Ulardan faqat tanlangan bandalaringlar buningdan mustasno, ya'ni ularni ozdurolmayman." Allah aytdi: "Bu tanlangan bandalarning yo'li mening to'g'ri yo'limdir. Mening bandalarimga, ya'ni ularni ozdurishga sening kuching yetmaydi. Faqat gumrohlardan sana agashganlarga sening kuching yetadi. Shubhisizki do'zax ular, ya'ni iblis va uning tabarlarining hammasiga va'da qilingan joydir. Jahannamning 7 darvozasi bo'lib, ularning har biridan kiradigan muayyan bir bo'lik odam bor. Taqvodorlar haqiqatan oxiratda yap-yeshil bog' bo'stonlardan suv, asal va may eqib turadigan buloqlardan bahramand bo'ladi. Ularga jannatga omon eson tinish kiringlar deyiladi. Ularning dillaridagi dushmanlikni chiqarib tashlaymiz. Ular o'zaro qarindosh bo'lgan holda taxtlar ustida bir-biriga qarishib o'tirdi. Jannatda ularga charchash bo'lmaydi. Ular jannatdan chiqarib etilmaydi. Ey Muhammad, mening mo'min bandalarimga xabar qilginki, men to'limu mag'firat qilguvchiman, nihoyatda rahim qilguvchiman. Mening azobim qattiqdir. Ularga İbrahimning mehmonlari haqidagi hikoyani aytib bergin. Öz vaqtida farishtalar İbrahimning yiniga kirib salom berdi. İbrahim: "Biz haqiqatan sizlardan qo'rqyapmiz", dedi. Ular: "Qo'rqmagin, biz Parvardigoringning elchilarimiz. Haqiqatan sana o'sib cho'ng bo'lganida nihoyatda bilimlik bo'ladigan bir o'g'il, ya'ni Ishoq bilan xush xabar beramiz", dedi. İbrahim: "Men qiyirgan tursam, menga bola bilan xush xabar berdinglarmi? Menga nim bilan xush xabar beryapsizlar", dedi. Ular: "Biz sana rost xabar berdik. Noumid bo'lmagin", dedi. İbrahim: "Parvardigorning rahmatidan gumrohlardan boshqa kimmi noumid bo'lar", dedi. İbrahim: "Ey elchilar, nima ish bilan keldinglar", dedi. Ular aytdi: "Biz haqiqatan gunohkor bir qavmni jazolash uchun avatildik. Faqat Lutning tavallarla buningdan mustasno. Biz ular, ya'ni Lutning tavalari va uning oilasidagilarning hammasini azobdan cho'qim qutuldiramiz. Faqat Lutning xotinila buningdan mustasno. Biz uning cho'qim boshqalar bilan birga azoblanadiganligini oldin bekitdik." Elchilar Lutning oilasiga kelgan chaqda Lut: "Sizlar haqiqatan notunish odamlar-ku", dedi. Ular aytdi: "Undaq emas. Biz Allohning elchilarimiz. Biz sening oldinga ular, ya'ni sening qavming shaklinayotgan azobni elib keldik. Biz sana haqiqatni elib keldik. Biz albatta so'zimizda rostchilmiz. Kechining oxirida oilangdagilarni elib yo'lga chiqqin. O'zing ularning orqasida mang'in. Sizlardan hech bir odam orqasiga qaramasin. Sizlar buyurilgan yerga yetguncha olg'a qarab mengayveringlar." Saharda bular, ya'ni Lutning qavmining yiltizi quritildi, ya'ni taltüks halok qilindi degan hukmni Lutga vahiy qildik. Sadum shahrining aholisi, ya'ni Lutning qavmi xo'shal bo'lishib yetib kelishdi. Lut aytdi: "Bular mening mehmonim. Ularga chaqilib qo'yib, ularning oldida meni rasvo qilmanglar. Allohdan qo'rqinglar. Mehmonimni xorlash orqali meni xorlamanglar. Ular biz seni kelgan musofirlarni himoya qilishdan to'smaganmidik", dedi. Lut: "Bular mening qizlarim, ya'ni qavmimning qizlaridir. Agar chaqilmoqchi bo'lsanglar, ularni nikohlab elinglar", dedi. Ey Muhammad, sening hayoting bilan qasamki, ular albatta gumrohliklarida tengirqab yurishidi.
Kun chiqar vaqtida ularga qattiq cho'qan yuzlandi. Biz u shaharni ostin-ustin qilib etdik, ya'ni ko'mtirib etdik va ularning ustiga yomg'irdak sapal tosh yog'dirdik. Uningda, ya'ni ularga nozil bo'lgan azobda kuzatuvchilar uchun haqiqatan nurg'un ibratlar bor. U shahar Qurayshlar Shamga boradigan yo'l ustida haqiqatan ilmi mavjud turmoqda. Buningda mo'minlar uchun haqiqatan ibrat bor. Aykaliklar, ya'ni Şuayb qavmi shubhisizki zolim edi. Ya'ni kufrida haddidan oshganlar edi. Şuaybning payg'ambarlikni inkor qilganliklari uchun ularni halok qildik. Ular, ya'ni bu ikki shaharning har ikkilisi shubhisizki oshkora yo'l ustidadir. Ey Makka aholisi, ulardan ibrat olmamsizlar. Hicriliklar haqiqatan payg'ambarlarni inkor qildi. Ya'ni ularning Salih alayhissalomni inkor qilganligi boshqa payg'ambarlarni mo inkor qilganligidir. Ularga mo'jizlarimizni keltirdik. Ya'ni toshdan tishi to'gi chiqarishdek qudratimizga dalolat qiladigan mo'jizlarni ularga ko'rsatdik. Ular bu mo'jizlardan yuz o'rdi. Ular azobdan amin bo'lgan holda tog'larni teshib, bu bizni Allohning azobidan saqlaydi deb o'y solatdi. Lekin qattiq cho'qan sahardila ularni halok qildi. Ularning qilgan amgaklari o'zlariga asqatmadi. Ya'ni ularning salgan binolari ularni Allohning azobidan saqlab qola olmadi. Biz osmonlarni, zaminni va ulardagi narsalarni faqat haq asosida yaratdik. Qiyomatning bo'lishi cho'qimdir. Ey Muhammad, nadonlar bilan tang bo'lmag'in. Ularga chiroyli muomilda bo'lg'in. Parvardigoring haqiqatan hammani yaratquchidir, bandalarning ahvolini bilib turg'uchidir. Namozda takrorlanib turadigan 7 oyatni, ya'ni sura Fatihani va ulug' Qur'onni haqiqatan sana ato qildik. Ba'zi kofirlarning biz bahriman qilgan narsalariga ko'z solmag'in. Ularning iymon etmaganligidan qayg'urmag'in. Mo'minlarga kamtar bo'lg'in. Men haqiqatan sizlarni Allohning azobining nozil bo'lishidan oshkora ogohlantiruvchiman degin. Parchilavatkuchilarga, ya'ni Yahudilar va Nasoralarga Tavrat bilan Injilni nozil qilgandek, sana sura Fatiha bilan ulug' Qur'onni nozil qildik. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasoralar Qur'onni parcha-parcha qilib etdi. Ya'ni Qur'onning ba'zisiga ishinib, ba'zisini inkor qildi. Parvardigoringning nomi bilan qasamki, ular, ya'ni xaloyiqning hammasining bu dunyoda qilgan ishlarini cho'qim so'raymiz. Sana buyurilganni, ya'ni Parvardigoringning amrini oshkora o'tirg'i qo'yg'in. Mushriklarning masxaralariga parvo qilmag'in. Seni masxar qilg'uvchilarga biz cho'qim tetaymiz. Ular boshqa ma'budlarni Allohga sherik qiladi. Ular uzoqqa qolmay ishning oqibatini biladi. Biz ularning so'zlaridan yurkingning siqilayotganligini obdan bilamiz. Parvardigoringga hamdu va tasbih aytqin, ham sajda qilg'uvchilardan bo'lg'in. Sen o'zingga o'lim kelganga, ya'ni ajling yetganga qadar Parvardigoringga ibodat qilg'in.